O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 8-noyabr 2024-yildagi nogironligi bo'lgan shaxslarni sportga jalb etish orqali jismoniy reabilitatsiya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Mazkur qaror asosida mamlakatimizda yoshlar o'rtasida nafaqat sportni ommalashtirish, balki barcha uchun teng imkoniyatlar yaratish, ularning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga ko'maklashish maqsadida bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Ayni yo'nalishda adaptiv sport alohida ahamiyatga ega. Adaptiv sport bu harakatlanish imkoniyati cheklangan shaxslar uchun mo'ljallangan sport turlari bo'lib, ularning jismoniy faolligi va ruhiy barqarorligi uchun muhim ahamiyatga ega. Bu sport turlari nafaqat shaxslarni sog'lom turmush tarziga qo'shadi, balki ularga ijtimoiy integratsiya va o'zini namoyon qilish imkonini ham beradi. Shu maqsadda O'zbekistonda adaptiv sportning rivojlanishi uchun alohida markazlar, sport maktablari tashkil etilmoqda. Shuningdek, murabbiylar va parasportchilar uchun paralimpiya va xalqaro musobaqalarda ishtirok etish uchun zarur shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Mazkur yo'nalishdagi sa'y-harakatlar natijasida yurtimizda parafutbol, paravoleybol, parapowerlifting, parasuzish kabi bir qator adaptiv sport turlari ommalashyapti. Bu esa imkoniyati cheklangan yoshlar uchun nafaqat jismoniy salomatliklarini tiklash, balki ijtimoiy faollik va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlanishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. E'zoza Abdujabborova ana shunday e'tibor, g'amxo'rlik va imkoniyatlardan unumli foydalanib, katta yutuqlarga erishayotgan vohadoshlarimizdan. U hozirda Qiziriq tumanidagi 16-umumta'lim maktabining 11-sinfida tahsil oladi. Matonatli bu qiz 2 yildan buyon sportning parapowerlifting turi bilan shug'ullanib keladi. Bu sportda birinchi bo'lib Yusuf Xayrat ustozim tavsiya qilgan, ota-onam meni qo'llab-quvvatlagan, bunda buvam, buvalarim ham qo'llab-quvvatlashgan. Birinchi boshda bu sportda juda qiynalganman, chunki o'sha payt texnika yo'q edi. Oylar davomida ustozim o'rgatganlar, texnika, taktika, keyin gantel shtankalarda ishlashdi. Termiz davlat universitetida bo'lgan birinchi musobaqam, u yerda 55 kilogramm vazn toifasi birinchi o'rinda olganman. Ikkinchi musobaqam Toshkentda bo'lgan O'zbekiston chempionatida birinchi o'rinda olganman. Unda 55 kilogramm vazn toifasida. Keyin terma jamoaga qo'shilganman. Bu sportga kelib bunday natijaga erishaman deb o'ylamagandim. 2024-yil aprel oyida O'zbekiston chempionati bo'lib o'tdi. Unda 61 kilogramm vazn toifasida unda ham birinchi o'rinda oldim. Undan keyin terma jamoaga qo'shildim va o'quv yig'in mashg'ulotiga chaqirildim. O'quv yig'in mashg'ulotiga chaqirilgandan keyin birinchi bo'lib ustozim menga aytdilar, sen o'quv yig'in mashg'ulotiga chaqirilding deb. Keyin ota-onamga aytdim. Keyin juda xursand bo'ldik. Borganimizdan keyin olimpiada chempioni, jahon chempionlari bilan tanishdik. Birgalikda zalda shug'ullandik. Bilmagan narsalarimiz ulardan o'rgandik. Qahramonimizning ta'kidlashicha, uning ota-onasi avvalgi sport bilan shug'ullanishiga qarshi bo'lgan. Keyinchalik natijalarga erisha boshlaganidan so'ng esa uni har tomonlama qo'llab-quvvatlab, mashg'ulotlari samarali va maqsadli bo'lishiga e'tibor qaratib keladi. Qizim 16-maktabda o'qiydi. Sport bilan shug'ullanishiga sababchi, shu sportga kirib kelishiga ustozlar sababchi. Biz boshida qarshilik bildirdik. Qiz bola bo'lganligi tufayli qiyin deb uni qarshilik qildik. O'zi qiziqdi qizimda. Unga imkon berdik. Asosda shu shug'ullandi sport turida. Tumanlararo, viloyatlararo musobaqalarda yaxshi o'rinlar olib kelaverdi. Bizga ishonch uyg'ondi. O'zbekiston chempionatida birinchi o'rinni, faxrli o'rinlar olib keldi. Juda ham xursand bo'ldik. His-hayajon bilan kuzatdik uni. Har bir musobaqalarni davomida shug'ullandi shu sport turi bilan. Shuni orqasidan jahon chempionatiga chiqdi. Uni har bir musobaqalarni hayajon bilan kuzatardik. Xursand bo'ldik. Faxrli 3-o'rinni oldi qizim. Faxrlanaman mana shu yutuqlardan. O'zbekistonda butun dunyoga tanitgandan xursandman va faxrlanaman. E'zoza uchun sport faqat jismoniy rivojlanish vositasi emas, u o'z mashg'ulotlari orqali imkoniyati cheklangan tengdoshlariga ham kuch, ishonch va ilhom baxsh etmoqda. E'tiborlisi, qahramonimizning erishayotgan yutuqlari boshqa tengdoshlarini ham sportga qiziqtirib, ularni faol bo'lishga, muvaffaqiyatlar sari dadil harakat qilishga undamoqda. Maktabimizda fan va sport to'garaklari mavjud bo'lib, bu to'garaklarda o'quvchi yoshlarimiz shug'ullanib kelishmoqda. Ta'lim tizimida 23 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelaman. Hozirgi kunga kelib esa prezidentimizning tashabbuslari bilan o'qituvchilarga bo'lgan e'tibor, pedagogik maqomning qabul qilinishi orqali turmush tarzi o'qituvchilarimizda
oyliklarini oshishi, turmush tarzini yaxshilanishi bilan birga ko'proq o'z ustida ishlashi va o'quvchilarimizda berayotgan bilimlarni natijasini ko'ryapmiz. E'zoza o'quvchimizning mana yutuqlaridan ruhlanib, o'quvchilarimizda ham sportga bo'lgan qiziqishlar yanada ham ortdi. Qo'shimcha sport to'garaklariga kelib qatnashishyapti. E'zoza qizimizning birgina yutug'i barcha o'quvchilarimizga ruhan ko'tarinkilik bir motivatsiyani berdi deb o'ylayman. Parapowerlifting sport turi bo'yicha shug'ullanib kelmoqda qizimiz. O'zbekistonda ravnaqqa hissa qo'shadigan yaxshi, yetuk, malakali kadr bo'lib chiqadi deb va'da beramiz. Yurtimiz va xalqaro darajadagi musobaqalardagi yutuqlari ham E'zozaning iste'dodi va mehnatini namoyon qilmoqda. Qahramonimiz yaqinda Misrda o'tgan o'smirlar o'rtasida parapowerlifting bo'yicha jahon chempionatida sovrindorlar qatoridan joy olib, faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdi. U bu natija orqali O'zbekiston o'smirlar terma jamoasining umumjamoa hisobida 1-o'rinni egallashda ham muhim hissa qo'shdi. 2025-yil oktyabr oyida Misr davlatining Qohira shahrida jahon chempionati bo'lib o'tdi. Unda 61 kilogramm vazn toifasida bronza medal sohibi bo'ldim. Eronlik raqibim 90 kilogramm natija bilan 1-o'rinni olib ketdi. Uydagilarimga telefon qildim, 3-o'rinni oldim deb. Ota-onam motivatsiya berishdi. Keyingi chempionatlarda 1-o'rinni olasan deb. 6 kun bo'ldik Misrda. Qozog'iston, Eron, Misrdan do'stlar orttirdik. Ular ko'proq bizni milliy taomlarimiz, milliy kiyimlarimiz haqida gaplashdik, suhbatlashdik. Samarqand, Buxoro, Namangan shaharlariga borgan ekan ular. Umumjamoa bo'yicha yoshlar va o'smirlar o'rtasida jahon bo'yicha O'zbekiston 1-o'rinda oldi. Bundan trenerlar, ustozlar juda xursand bo'lishdi. O'zimiz ham bundan juda quvondik va xursand bo'ldik. Kelishimizda munosib kutib olishdi. Uydagilarim juda xursand bo'ldi. Ota-onam yig'lab borishdi. Adaptiv jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini tayyorlashga ham alohida e'tibor qaratilayotgani hozirdanoq o'z natijasini bermoqda. E'zozaning ustozi malakali murabbiy G'ayrat Yusupov. U har bir mashg'ulotni puxta rejalashtirib, shogirdining texnik mahorati va ruhiy barqarorligini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratadi. G'ayrat Yusupov ko'plab adaptiv sport bilan shug'ullanuvchi yoshlarga sport saboqlarini ulashib kelmoqda. Quvonarlisi, uning shogirdlari bugungi kunda yurtimiz hamda xalqaro miqyosdagi musobaqalar munosib ishtirok etib, yaxshi natijalarni qayd etyapti. Adaptiv sport turlari bo'yicha mana prezidentimiz tashabbusi bilan yoshlarga, parasportchilarga, imkoniyati cheklanganlarga mana katta yo'llar ochildi. Men adaptiv sport turi bo'yicha o'zimning yo'nalishimda parapowerlifting sport turi bo'yicha 2023-yil noyabr oyidan boshlab mana shu sport turi bo'yicha trener bo'lib kelmoqdaman. Mana parasport turi bo'yicha izlanib, imkoniyati cheklangan qiz bolalar, o'g'il bolalarni topib, parapowerlifting sport turi bo'yicha shug'ullantirib kelyapman. Ana shulardan mana Abdujabborov E'zoza 4 karra O'zbekiston chempioni, mana Misrning Qohira shahrida bo'lib o'tgan jahon chempionatida 3-o'rinni oldi. Keyin Xolbutoy Bahriddin bor 3 karra O'zbekiston chempioni, Omonova Munisa kumush medal sovrindorlari bo'ldi. Parasiya o'yinlariga kuchli tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mana shunda 3 ta shogirdimiz parasiya o'yinlarida xudo xohlasa oliy natijalarni qilishga harakat qilamiz. Bu natijaga erishsak bizlar uchun katta faxr. Mana shu imkoniyat cheklangan shuncha bolalar tarbiyalayapmiz, shu darajaga olib chiqyapmiz, o'sayapti. Abdujabbor va E'zozani 16-maktabga kelib, shu maktabda shu qiz bor degan, men o'zim kelib ustozi bilan gaplashganman, ota-onasi bilan gaplashganman, ustida ishladik, harakat qildik. Qiziqishi bor ekan, mana shuncha natijalarga erishdik. Shuncha imkoniyat yaratib bergan prezidentimizga avvalambor kattakon rahmat aytamiz. Qohira shahrida bo'lib o'tgan parapowerlifting yoshlar, o'smirlar, kattalar o'rtasida musobaqa bo'lib o'tdi. Bunda Abdujabborov va E'zoza 61 kilogramm vaznda faxrli 3-o'rinni egalladi. Raqiblari Amerika, Eron, Irlandiya, Misrlik raqiblari bor edi. Keyin O'zbekiston yoshlar terma jamoasi umumjamoa hisobida dunyoda tengsiz bo'ldi. Endi bu yerda 70 dan ortiq davlat bor edi, 300 dan ziyod sportchilar bor.
E'zoza Abdujabborovaning kelgusidagi maqsadlari ham ulkan. Paralimpiya, Paraosiyo kabi nufuzli musobaqalarda ishtirok etib, yuqori o'rinlarni egallash, yurtimiz sha'nini munosib himoya qilish. Buning uchun u astoydil mashg'ulotlarni olib bormoqda. Bo'sh vaqtlarim ko'proq kitob o'qishga qiziqardim. 2 yil mobaynida endi tushundimki, rus tili bilan ingliz juda kerak ekan. O'tgan oy bo'lib o'tgan musobaqada chet el fuqarolar bilan muloqotda bo'ldim. U yerda ko'proq ingliz tili muhim ekan. Endi ingliz tilini o'rganishga harakat qilaman. Qozog'iston, eronliklar bilan muloqotda bo'ldim rus tilida. Endi rus tilini bilganim uchun. Ko'rsatuvimiz qahramoni joriy yilning dekabr oyida Bahrayn poytaxti Manamada bo'lib o'tadigan yoshlar o'rtasidagi Paraosiyo o'yinlarida ishtirok etish yo'llanmasini ham qo'lga kiritgan. Hozirda u ushbu nufuzli musobaqada munosib ishtirok etish uchun qizg'in tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu sport turi bilganga oson, bilmaganga juda qiyin. Bizda 2 mahal mashg'ulot bo'ladi. Endi maktab boshlanganligi uchun bir mahal mashg'ulotimiz bor. 3 soat mashg'ulot qilamiz. Asosan gantel shtankalarda ishlaymiz. Prezidentimiz ko'proq sportchilarga e'tibor beryapti, aynan para sportchilarga e'tibor beryapti. Prezidentimiz bizga ishonch bergandan keyin uni oqlashimiz kerak. 2025-yil dekabrda bo'lib o'tadigan musobaqada oltin medallar bilan kelamiz. O'zbekistonning bayrog'ini ko'klarga ko'tarib, O'zbekistonni butun jahonga tanitmoqchiman. Qahramonimiz yosh bo'lishiga qaramasdan matonati, qat'iyati, mehnati orqali katta natijalarga erishmoqda. Uning bu yutuqlari boshqa tengdoshlari uchun ham motivatsiya va o'rnak bo'lib xizmat qilyapti. 16-maktabning 9-sinfida tahsil olayotgan Munisa Omonova ham E'zoza bilan birgalikda para powerlifting bo'yicha mashg'ulotlarda qatnashmoqda. Munisa ham qahramonimiz kabi joriy yilda Manama shahri mezbonligida o'tadigan Paraosiyo o'yinlari doirasidagi musobaqalarga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Abjabboru Ezza bilan birgalikda shug'ullanaman. Ko'rinishdan qiyin tuyulishi mumkin, lekin biz endi 1,5 yildan buyon shug'ullanganimiz uchun bizlarga oson. Abjabboru Ezza jahon chempionatida faxrli 3-o'rin egalladi. Bundan hammamiz xursand bo'ldik. Biz ham jahon chempionatlariga borishga harakat qilyapmiz. Maqsadim jahon chempioni bo'lib, ota-onamni, ustozlarim hammasini yuzini yorug' qilish. Muxtasar qilib aytganda, yurtimizda adaptiv sportning izchil rivojlanishi natijasida chekka hududlarda ham chempionlar va iqtidorli sportchilar yetishib chiqyapti. Eng asosiysi esa yoshlar o'rtasida adaptiv sportni rivojlantirishga qaratilgan e'tibor nafaqat sportni ommalashtirish, balki barcha uchun teng imkoniyatlar yaratish, ijtimoiy integratsiyani ta'minlash va ularning hayotiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda.